Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Elit Osiyo Chempionlar Ligasining 4-turi oldidan Qarshining Nasaf klubi jamoa bosh murabbiyi Ro'ziqulberdiyev va futbolchi Husan Norchayevlar ishtirokida matbuot anjumani o'tkazildi. Ular jurnalistlarning savollariga shunday javob berishdi. Bizga juda kuchli raqib alvaqtda qarshi chiqadi. Ular bu mavsumda deyarli mag'lub bo'lmagan. Bizni og'ir bahs kutyapti. Biz raqib haqida barcha ma'lumotlarni o'rgandik va g'alaba uchun maydonga tushamiz. Bu gaplardan keyin jamoadagi kayfiyatni his qilish qiyin emas. Har bir futbolchi jangga tayyor, dedi Ro'ziqulberdiyev. Futbolchi Husan Norchayev ham ishonch bilan gapirdi. Jamoada bosim yo'q. Biz jiddiy tayyorgarlik ko'rdik. Maqsadimiz muxlislarni xursand qilish va muhim g'alabani qo'lga kiritish. Berdiyev so'zini oxirida bizga mazmunli o'yin emas, natija muhim. Bu bahs Nasafning taqdirini hal qiladi, deya qat'iy fikr bilan yakunladi.